O'rtoqlar, mana buni ko'ryapsizlarmi? Bu momo qaymoq bo'ladi do'stlarim. Nazarimizga kirmagan bilan yerlarda bekordan bekor o'sib, qurib ketadigan bu narsa bilasizlarmi qanaqangi xususiyati bor? Agar buni sirini bilsangiz do'stlarim, siz har qachon buni yulib quritib xonadoningizga qo'yib qo'yasiz. Bu o'rtoqlar jigar serrozi bilan o'ragan, serroz pechim bilan o'rayotgan, jigari ishib ketgan, qorni ishib ketgan odam ishig'ini qaytara oladi do'stlarim. Shunaqangi bir qudratli qilib Alloh taolo yaratib qo'ygan yer yuzida. O'rtoqlar, bu narsaning yana bitta siri bor. O't tufay qiyshayib qoladi-ku, o't qiyshayishini davolaydi, Xudo xohlasa. Davolaydi do'stlarim. O't tufagida qanaqangi muammosi bo'lsa, gepatit orqali yoki serroz pechim bo'lib, jigarida qochishlik, shunga o'xshagan bir kasalliklar kuzatilayotgan bo'lsa, qo'zg'ayotgan bo'lsa, ichsin. Choy kabi damlab ichib tursin do'stlarim. Shifo Allohdan. Sababi uchun go'zal narsa. Ko'zga ko'rinmagan shifo hisoblanadi bu narsa do'stlarim. Salomat bo'lasizlar.